Özümüzün kesbini özümüz qo'g'dimisak, hurmatlamasak kim qildi do'stlar? Kesib deganni har bir odamninki oshnam bergan turmushning kafolatiga yig'gan narsa u. Ammo shu yaqinda hamda shu Alma O7 Pro Max 499 ko'p 599 ko'p deganga o'xshash shunda ko'ptirma tashviqot e'lonlarini kuchayib tashviq qilmoqdir. Bu telefonni sotib olgan do'stlarimizmi xil ko'pkansizlar, ham sotib olmoqchi bo'lgan do'stlarimizmi xil ko'pkansizlar. Shunda filmning ostiga inkoslarga qarasam, men sotib olsam bo'ldi, o bu deganga o'xshash shunda uchurlarmi jiq uchrayaptir. Ham mush telefonni sotib olgandan keyin norozilik kayfiyati bilan bu telefon obdan chiqmadi, sotib olsam bo'ldi, qanday qilsam bo'ladi deganga o'xshash shunda uchurlarmi menga jiq kelyaptir. Men mush to'g'riliq bir so'zlab beray do'stlar. Endi bu Zaper telefon, fangban telefon burun tatib hamma odamning iqtisodiy ahvoli yaxshi bo'lmagandan keyin hamda bu O7 Pro Max degan bozor bahosi 10 ming ko'ylak narsa. Hamda damalliqqa bir 5-6 ko'yga shuning o'xshash telefonning ganjoyisini chiqib baqay, garchi telefon jimomusimi ishlatib ko'rib baqay, bu telefonni satqıç taraf təşviqatları anlasam şunda yaxşı təşviqatdır, bək noş telefon oxşaydı deb qiziqib sitib olgan. Muşda telefon sitib olgan do'stlarimiz olib qolsa qandaroq chiqdi? İmkaslarını qaldırıb qo'ygan mush telefonni olgandan keyin rozi bo'ldingmi, rozi bo'lmadingmi? Endi mush telefonni kuchlik tashviq qilib, mushunda saxta təşviqat e'lonlari bilan so'zlayotgan az bir qismdagi kasbdosh do'stlar bani yo'qni yo'q deb so'zlanglar. Bu O7 Pro Max fangban telefon hamda ba'zilarning debsizlar bu telefonninki markaziy bir taraf qo'lg'ish TNG'niki 9400, ekranning yenglish chastosi 120 Hz, 512G deganga o'xshash shunda ko'p turib tashviq qilib, endi xaridorninki qiziqishini qo'zg'ab tez suratda bir pul tepasam bo'ldi deb o'ylaydigan o'xshaysizlar. Bu yuqori aytilgan bu telefonning saplamari 3-4 ming ko'ylak telefonga saplangan saplama. TNG 9300, 9400 degan markaziy bir taraf qo'lg'ish nechi pul? Oddiyg'insi bozorga berib bunda 512G'lik ya 1000G'lik yupan sotib olsaqmi 7-8 ko'p 1 ming ko'p sotib olamiz. Ekran 120 Hz'lik ekran deganni nechi pul mana o'ylab biqinglar. Bir tal yengpanning puligimi to'g'rilashmaydi telefonning puli. Bu odamni ko'ptirib yolg'on so'zlab balkim telefonning ichiga nima yozib qo'ygan bo'lsa shuni so'zlagan bo'lishinglar mumkin. Lekin sizlar mushkesini qilayotgan mushkesiningki ahli bo'lish sifatinglar bilan yozib qo'ygan narsaga qarta so'zlamsizlar yoki amaliy ahvol qarta haqiqiy tegim moydan tushunib turib sotgan narsanglarniki xaridor tafsil tushuntirib undan keyin so'zlamsizlar. Anda yağda köplerini təşviqat qilib buni satmanglar. To'g'ridan burun ko'rayotimiz, elam ko'rayotimiz go, zot köpler təşviq qilib so'zlagan bilan ozgina vaqtda pul tepag'an bilan, lekin bu qilayotgan ishinglar xalq tushunib tegi maqsadini bilgandan keyin sizlarga la'nat o'qiydi. Bundan keyin yo'lang to'sildi degan gap. Bir qitimni qilish fursatinglar va keyin ham bu tijoratinglarni, kasbinglarni zo'rata edasang, zo'rata chiqib fursat yo'q. Buni men mush kasbni qilayotgan 17 yil bo'ldi. Bani yo'qni yo'q. Amaliy ahvolda nim bo'lsa shuni so'zlab qilyapmiz. Ilam hozirgacha bak jiq pul tep ketmasakmi, lekin herhalde yaxshi obdan ketib bordi. Turmushimiz o'zimizning kasbimizni hurmatlab, so'yab, mush xaridorlik nihoyatda yaxshi mulozimat qilib, haqni haq, rostni rost deb so'zlaganligimiz uchun yaxshi bo'ladi tijoratimiz. Shunga mush Zaper telefon sotayotgan kasbdosh do'stlarimiz deydiganim sotmanglar emas, sotsanglar bo'ldi, lekin nima bor? Qanday ahvol bu? Amaliy ahvol so'zlab turib satsanglar bo'ladi. Analikin ma telefon sotmoqchi bo'lgan do'stlarimiz telefonning umumiy ahvol tushunib, mush telefonni sotib olgandan keyin men ishlatalamdim, ishlatamamdim. Anglab qo'ylik telefonning bahsiga qarablam qiziqib, aplashapla qiziqanlik bilan app bo'lgandan keyin pushaymon qilib, bu telefonni ya qayta o'g'ilmagan, ya ishlatilmagan, mushuna qaqshab qilib qolgansizlar. Aqlingizlar o'ylab bir ishlarni pul xarjlagan vaqt pulni oson topmaysizlar. Hech kim pulni oson topmaydi. Pulni xarjlashni ilgirsiz zarim mush pulga mush telefon sotib olsam arzimamdi. Baslam o'ylamay telefonninki bunda amaliy iqtidor nercha bekroq surishtirib, so'rab, bilib undan keyin sotib olinglar. Pulni oson topmagandan keyin karvonning yo'li bir, rizqi boshqa degan gap bor. To'g'ri, ular satsa o'zining telefonini sotadi. Tapsa o'zining pulini topadi. Lekin
hamda mandan nachar süpetsiz mallarni satıyıl vergandan keyin ba'zi bir qism xerdorning kallasida telefonchi degan bu shunda aldamchi qo'ymichi o'xshaydi, bu shunda nachar bir narsani satishga o'xshaydi, yolg'on gap qilib odamni qo'ydiga o'xshaydi, yoki bo'lmay qolsa to'g'ri sotgan narsaning hammasi nachar ekan, shuni ishinib olsak degandek chiqmaydi deb shunda to'r muhitida nachar bo'lgan bir kayfiyatni shakllantirib shaxsan bizning tijoratimizga ta'sir yetkazib qo'ydi. Xerdorningki bir xil ishonchsiz holatini paydo qilib qo'ydi. Shuni so'zlab qoldim do'stlar. Amsa mush filmni ko'rgan do'stlarimiz bo'lib qolsa, yurakni bisib, o'zingizning ko'z qarashlarini inkaslarni yezib, taqib qo'ysanglar, bir bilmaydigan, tushunmaydigan yoki mush telefon sitolmoqchi bo'lgan do'stlarimiz bir qiziqarlik bilan qiziqib sitolmay, tafsili anglab, shu sitolmoqchi bo'lgan telefonimizni bilgandan keyin oson bo'lamdi yoki bo'lmamdi deganni o'ylashtirib sitishlaringizni tavsiya qilaman. Ko'pchilikka rahmat.